2025-yildagi eng so'nggi trenddagi o'zi aylanib pishadigan desertni tayyorlab ko'ramiz. Buni tayyorlab ko'rmasangiz aniq afsuslanasiz. Birinchilardan idishimizga 200 g zgusshonniy moloko tushib oladi. Biz esa uni ustiga 2 tuxumni chaqib yuboramiz va aralashtiramiz. Undan so'ng esa yarim choy qoshiq razrihitl va vanilin solib, yana aralashtirib yuboramiz. Endi navbat 200 g un sovuramiz va vinchikda aralashtiramiz. Va nihoyat qo'limizni yog'lab, tangacha shaklidagi kichkina sharikchali yasab olamiz va qizib turgan yog'da pishirib olamiz. Ana endi bezatishga ham yetib keldik. Qulupnay va bananni o'zimiz xohlagan kattalikda to'g'rab olamiz. Endi xohlagan turdagi shokoladni eritib, ustidan quyamiz. Yana ham mazali chiqish uchun zgusshonniy moloko ham qo'shamiz va qulupnay va bananni terib olamiz. Yana bir bor mevalarimiz ustidan shokolad va molokoni yugurtirib yuboramiz va nihoyat so'ngida tabga qarab fistashka, yong'oq sepishingiz mumkin. Bu desertni sizga qilib berish kerak bo'lgan insoningizga jo'natib qo'ying.